Assalomu alaykum yorobun. Sizlar bilan yana Muhammad Azizim. Bugun sizlar bilan topik 1 imtihonini ilki 31-shartdan 33-shartgacha qanday yechishni o'rganib chiqamiz. Qani bo'lmasam bismillah boshladik. Avvalambor shart bilan yaxshilab tanishib olsak. Nega shart bilan yaxshi tanishib olishimiz kerak? Chunki bizdan nima talab qilayotganini, topik markaz nimani so'rayotganligini yaxshi tushunmasak, to'g'ri javobni topish ehtimolimiz juda ham past. Shuning uchun shartni yaxshilab tushunib olamiz. Samshipilbon buto, samshipsanbon, muose texani yagimika, pogivagachi, almajan gosili ko'rishibshu. Как ichom, ya'ni 31-savoldan 33-savolga nima haqidagi suhbat ketyapti. Namuna bilan bir xil mosini tanlang 2 baldan deyilyapti. Ya'ni 31-shartdan 33-shartga bizga bir qator mana bunday jumla beradi. Mana shu bir qatorli jumlamiz nima haqida ketyapti. Ana shu nima haqida ketayotgan gapni variantlardan aloqasi bordi, ulab qo'ysak bo'ldi. Misol uchun bir qator gapimiz sport haqida ketyapti. Sportga aloqador so'zni variantlaridan birini tanlab qo'ysak bo'ldi. Misol uchun mana bu yerda podoril mog'osimnida uzumni yedim. Podoga maysosimida uzum mazali edi deyapti. Bir kombu haqida ketyaptimi gap? O'qish, ya'ni o'qish haqida ketgan yo'q. Shuning uchun chiqarib yuboramiz. Demak, to'g'ri javobni topish ehtimolimiz bizda 25% edi, hozir bitta chiqardik, 75% qoldi. Xo'p, endi ikkinchisi koil. Koil bu nima? Meva. Uzumni meva bilan aloqasi bormi? Bor. Shuning uchun to'xtab turadi bu. 3,5 yoz. Yuqoridagi uzumni yoz bilan aloqasi bormi? Mazali bilan aloqasi yo'q. Shuning uchun buni ham chiqarsak bo'ladi. Tug'ilgan kun, ya'ni singil. Tug'ilgan kunda uzum bilan, mazali bilan, yeyish bilan aloqasi yo'q. Shuning uchun buni ham chiqarib yuboramiz. To'g'ri javobimiz haqiqatan 2. Mana shunday yetsak bo'ldi yorobun. Xo'p, endi 31dan boshlaymiz. Xo'p, 31. Yong'in simuran sarimida, nunanin simulsi sarimida. Ya'ni akam 21 yosh, opam bo'lsa 23 yosh deyapti. Yuqorida 21 va 23 haqida gap ketdi. Bu nima? Yosh haqida. Biz to'rdan kelaylik. Shigan bu nima? Vaqt bilan aloqasi yo'q. Shuning uchun buni chiqarsak bo'ladi. 3. Ism. Yuqorida ism chiqdimi? Ism chiqmadi. Shuning uchun 3 da ham aloqasiz desak bo'ladi. 2. Nalcha bu chisla, sana desak bo'ladi. Chisla, sana haqida ma'lumot bermadi. Hozir biz 3 ta xatoni isbotlab chiqarib yubordik. Demak, oxiridagi to'g'ri javob bo'lishi mumkin. Nay bu nima degani? Yosh. Haqiqatan to'g'ri javob 1 bo'lyapti. Chunki yuqorida yoshga aloqador jumla berilgandi. 32 ga o'tamiz. 32. Xo'p. Pivim yukchanonim-mida. Ya'ni pivim koreyslarda pivim ovqati 6000 won deyapti. Nengmyonin o'chanonim-mida. Muzlik ovqati nengmyon. Nengmyon ovqati 5000 won deyapti. Bu nima haqida? Ovqat haqida. Xo'p, to'rdan kelyapmiz. Ish, bir, kun degan ma'nosi bor. Ish, kun, bir haqida ma'lumot bergan yo'q. 3. O't degani kiyim degani. Kiyim haqida ma'lumot beryaptimi? Ma'lumot bergan yo'q. Shuning uchun buni ham to'g'ri xatolar safidan chiqardik. 2. Kap nima degani? Narx degani, to'g'rimi? Narx. Yuqorida xo'p 6000 won, 5000 won dedi, narx haqida gap ketdi. Shuning uchun to'g'ri deb turadi hozircha. 1. Mat bu nima? Mazza. Mazasi yoki mazali emasligi haqida gap ketmadi. Shuning uchun birni ham chiqaramiz. To'g'ri javob nechi bo'lyapti hozir? 2 bo'lyapti. Mana shunday yondashsalaringiz yorobun. Ya'ni xatosini chiqarib yuborsangiz, to'g'ri javobni topish ehtimolingizz oshib boraveradi. Xo'p, endi shart bo'yicha eng oxirgisiga kelyapmiz. Shart bo'yicha eng oxirgisi har doim qiyin bo'ladi. Shuning uchun yuqoridagiga nisbatan biroz murakkabroq. Pigomida, paramdo mani pumnida, ya'ni yomg'ir yog'yapti, shamol ham ko'p esyapti deyapti. Nalishi bu nima? Ob-havo bilan shamol
esishi, yomg'ir yog'ishini aloqasi bor. Shuning uchun bunga tegmay turamiz. Ha, shu to'g'ri deb turib belgilab o'tib ketganmiz, qolganlarchi isbotlab qo'yishimiz kerak. Panxak bu nima? Ta'til. Ta'til haqida gap ketdimi? Ketgan yo'q. 3. Hyuil. Hyuil nima? Dam olish kuni. Dam olish kuni haqida gap ketdimi? Yo'q. Shuning uchun buni ham chiqarib yuboramiz. 4. Kevik. Kevik nima bu? Reja, to'g'rimi? Reja haqida gap ketdimi? Ketmadi. Shuning uchun buni ham chiqardik. To'g'ri javob haqiqatdan 1 ekan. Xo'p, yo'rabon bugun sizlar bilan ilki imtihonini 31-shartdan 33-shartigacha ko'rib chiqdik. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bo'lib, mana YouTube, Telegram kanalimga obuna bo'ling. Siz uchun yangidan yangi videolarni ulashib turaman. Barchangizga rahmat. Agar nimagadir tushunmasalaringiz, kommentariyada o'zingizni savolingizni bersangiz, men maksimal javob beraman. Hammaga omad yo'rabon. Fighting!